Ha doktorlar, kulasizlar. Bir nima karikatura ko'rdim. Ruchka doktorning qo'lida retsept yozyapti. Haligi ruchkani ichiga tanga soladigan teshigi bor ekan. Bittada topinglarchi, kim tanga tashlayapti uning ichiga? Farmatsevtik kompaniyalar. Yo to'g'ri aytyapmanmi? Bonus deb qo'yadi. Mana necha marta o'zlari kelib so'rashdi. Bonus deb qo'yadi. O'sha 30 so'mlik dori bilan bitkizib qo'yadigan ishga o'rniga 300 so'm bersa daromad keladi-da. Ey doktorlar, Allohdan qo'rqinglar. Xalqni o'ylanglar. U bonusni Alloh bersin. Alloh bonus bersami, qatib qoladi boshingiz. 1 yil demas, 2 yil demas, tekkiz ishlang, el yurtni o'ylang. Hammadaqa bo'lmang. Va Alloh taolo sizga ham hammaga qilgan muomalasini qilmaydi.